Yurttaşlar Diller 300 magazinimizdan avtomat kir mashinani 6, 7, 8, 9 istalgan turidan xarid etib olasiz. 21 mart Navruz bayramimiz munosabati bilan 21 dana sovg'ani egasi bo'lasizlar. 5 million so'mlikni olasizlarmi, 4,5 million so'mlikni olasizlarmi, 4 million so'mlikni olasizlarmi, 6 millionlikni olasizlarmi? Pullarni o'zingiz bilan ketadi. Birdan avtomat kir mashinani xarid etib olasiz. Sanab beraman. Ustanovki, dastavki, omadli do'stkidan sovg'a, tashqaridan blenderimiz 4 bo'ldimi? 5-inchisi dazmol do'skasi, 6-inchisi sushilka, choyniki, termizi, og'ir dazmoli, massaj apparati, kir saladon savati, shuvabrasi, tefali, 3 talik kastrulkasi, choyniki, termoxoti, endi ko'pligini adashib qotirman-da. Fiyeni, kukmara tapası, kukmara kazanı, mant kazanı, su şirkesi, bir aşxanaga, bir üye xo'jalikka gerek bo'ladi. Hemen herse 21 Mart bayram münasabeti 21 dana sovg'a, bir dana avtomat kir mashina qo'shib beriladi. Yurttaşlar O'zbekistonda Diller 300 magazinidan, boshqa do'konlardan olib bo'lmagan, nerealni ishonish mumkin bo'lmagan, lekin ishonaveringlar, Diller 300 yolg'on so'zlab chiqqan emas, bundan keyin yolg'on ham so'zlamaydi. Bayram munosabati bilan, Ro'za-i Ramazon aksiyamiz munosabati bilan konditsionerlarning hammasini optim 50% aksiyamizni start berdik. Bu aksiyamiz 15 martdan 25 martgacha bo'lib o'tadi. Bemalol Diller 300 magazinimizga kelib turib, 6 million so'mlik narsani yarim narxida 3 million so'mlik narsa tovarni tekinga olishingiz mumkin. Konditsioneringizning narxi sizga 3 million so'mga tushib qoladi. 10 million so'mlik narsangiz 5 million so'mlik narsani tekinga xarid etasiz. Konditsioneringiz 5 million so'mga tushib qoladi. Bu faqat Diller 300 da bir marta bo'lib o'tadi. Yurttaşlar Bryusa, Immir, Zifler, Seventy, Premier, Vesta, Pozis adının farkı yok, razmerining farkı yok. Katta xolodilniklarimizdan xarid etib olasizlar. Evazine bir dana kir yuvish mashinasi pol avtomat 7,5 kilolik original 1 million 800 1 million 900 ming so'm sotiladi ondan. Bundan ham bir dana hozir Ro'zayimizda kerak bo'ladigan ajoyibundan qaysiz firmadan bir dana mikronovki, bundan tashqari Navruz bayramimiz munosabati bilan qo'yilgan ajoyibundan bir dana blenderi, omadli do'stkidan sovg'asi, ustavkisi, dastavkisi hammasi ichida bo'ladi. Bir dana xolodilnik evazine. Do'stlar, ishda ko'rib turgan televizorlaringizni endi yarim narxina xarid etib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani 6 million so'mlik televizor 3 million so'm aylanadi, 5 million so'mlikni olsangiz 2,5 million so'm, 8 million so'mlikni 4 million so'm aylanadi. Qanday bo'ladi? Televizorlarimizning hammasini 50% aksiyada xarid etib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani 8 million so'mlik, 7 million so'mlik televizor xarid etib olsanglar 3,5 million so'm voucher beriladi. 3,5 million so'mga do'konimizdan istagan narsangizni xarid etishingiz mumkin. Televizorimiz sizga yarim narxga bo'lib qoladi. Bu aksiya, buningdek aksiya televizor sohasida qolib bo'lmagan. Diller 300 dan birinchi marta bo'lib turibdi. Yoqqan bo'lsa shu yerda bir layklarni bosib qo'llab-quvvatlasizlar. Do'stlar, gaz plita sotib olajaqda ko'p magazinlarga borasizlar, sovg'alar sal kamroq bo'ladi. Boshqa kir mashin konditsionerlarda ko'proq bo'ladi. Diller 300 do'konimizga kelsanglar, magazinimizga kelsanglar, bir dana gaz plita olib, oz sovg'a bilan emas, ko'p sovg'a bilan chiqib ketasiz. Bizdan bir dana gaz plita xarid etib olasiz. Zo'rindan hushtak choyniki, kukmara tapasi, kuxunni komplekt navori, ajoyibundan blenderi, omadli do'stkidan sovg'asi, qo'lingiz pishmasin. Shunchaki issiq narsalar ushab, partiki bilan qo'lqa bilan qo'shib beramiz. Do'stlar, shu videomizni ko'rib, chiroyli etib fikrlaringizni kommentariyada bildirib qoldiringlar. Kommentariya showimiz uchun ajoyibundan Samsung firmadan zo'rindan blender qo'yganmiz. Bir emas, 2 emas, 3 dana blender tasodifiy aniqlanadi. Kommentariya showimiz g'oliblari uchun. Assalomu alaykum Diller 300 kanalimiz obunachilari, hurmatli podpischilar, sog'omon yurtmisizlar? Bizlarni uzoq yaqindan kuzatib turgan barcha yurtdoshlar, hammangizga sihat salomatlik tilaymiz. Ro'za-i Ramazon oylarining savoblaridan hammaga birdek bahramand bo'lishini tilaymiz. Tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lishini ham tilab qolamiz. Xudo xolasa, o'tgan safar bilasizlar, Diller 300 kanalımızda, şu kanalımızda 8 Mart aksiyası bo'lib o'tadi. 8 Mart aksiyasında dim zo'r bo'ldi yurtdoshlarimizni shuvabra qo'shib beriladi. Shunchaki tekin sifatida qo'shib beriladi. Xotin-qizlarimiz ayollarimiz uchun ishlatadigan ajoyib bir sovg'a bo'ldi. Ko'pchilik bizlardan narsa xarid etib olib, shu sovg'amizga ega bo'ldilar va bizlardan minnatdor bo'ldilar.
Xudo xolasa endi oldimizda keltirgan 21 mart Navro'z bayrami bor. Navro'z bayramimiz endi nima deydi, bir musulmonlarning O'zbekiston ahlini yangi yili deb aytsak bo'ladi. Yasharish, yangilanish fasli 21 martdan boshlanadi. Eng katta bayramimiz desak ham mubolag'a bo'lmaydi. 21 mart Navro'z bayramimiz o'zbek xalqi uchun katta bayram. Shu degandek biz aytganimizda avvalgi videomizda boshqa sovg'a sovg'amizni qo'shib berdik. Ko'pchilik mamnun bo'ldi. Endi to'g'risini aytadigan bo'lsak, sovg'a berishga o'rganib qoldik. Ko'pchilikni tilagi baribir bizga nima deydi, bir motivatsiya degandek bir qo'shib berasimiz kelaveradi-da yana. Shuning uchun bayram munosabati bilan bu aksiyamizni Ro'za Ramazon oyi aksiyasi birinchisi, ikkinchisi ham Navro'z bayrami aksiyasi deb nomladik. Shuning uchun bu aksiyamiz avvalgi aksiyalardan boshqacha bo'ladi. Dillar ichingizda bilasizlar, o'zi yangiliklarni zo'rini ishlab beramiz. Xudo xolasa sizlar uchun oxirgacha videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar. Zo'r podarkalarimiz, zo'r aksiyalarimizni sizga podpischilar uchun, do'konimiz xaridorlar uchun qo'yganmiz. Birinchi temamizdan boshlaydigan bo'lsak, sirtda temir tushirib bersak. Asosiy glavniy temamiz bu yerda ko'rib turganingiz, avval o'rnida blender turadi edi. U 8-mart aksiyamizda bo'ladi. Shu obra turadi edi. Endi bu safar Samsung kompaniyadan super blender originali so'q, yashil, tomat hamma uy uchun nima deydi 90% mahsulotlarimizni ishlash uchun shu narsadan foydalaniladi. So'q ishlash uchun ham, pomidor, ayollar uchun ham, oshxonada ovqatlarimiz uchun ham, yana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi shakar, liboy narsani tayyorlash uchun bir uyga xo'jalikka kerak bo'ladigan narsa shu blender bo'ladi. Shu blenderdan do'stlar soni cheklangan aytib o'tamiz. 300 dana qo'yganmiz. 1 emas, 2 emas, 300 dana blenderimiz 21 mart Navro'z bayramimiz uchun alohida qo'shib beriladi. Tartibini hozir ichkarida tushuntirib tashla. Dillar 300 magazinimizga xarid tashrif buyurasizlar. Liboy bir narsadan xarid etib olish uchun kelasizlar. Avtomat kir mashin, gaz plita, pilisos, duxovka, mikronovka, polavtomat, xolodilnik, konditsioner, televizor, maishiy texnikani xohlagan turingizdan o'zingizga kerakini olasiz. Sovg'alarni olasiz, skidkida narxlarini olasiz, dostavka, ustanovka xizmatlari hamma narsadan foydalanamiz. Bundan tashqari alohida tashqarida turgan blenderimiz 21 mart munosabati bilan Navro'z bayramimiz munosabati bilan tekinga qo'shib beriladi. Yurtdoshlar, bu aksiyamiz, shu ko'rib o'tirgan aksiyangiz Xudo xolasa 10 kun davom etadi. Bugun 14 mart ekan, videomuz kechda chiqadi. 15-dan deb hisoblaymiz. 15 martdan 25 martgacha bo'ladi. 300 dana blenderimiz bor. Hozir ko'rgan Samsung kompaniyamizdan iminli originaldan ekkak qo'yganmiz. Endi u tugab qolsa, izina sizlarga yana blender topib beramiz. Aytajakim, shu firma emas, boshqa firma bo'lishi mumkin. Shuni inobat olib qo'yasizlar. 300 dana soni cheklangan degan narsamiz shu. Lekin endi 300 dana ham oz bo'lmaydi, bilasizlar. Har qaysisi 400 ming so'm summadan turadigan narsa, shunchaki bayram munosabati bilan qo'shib beryapmiz. 300 danasini hisoblaydigan bo'lsak, 120 million so'm summadagi bir mashina puluna deng bo'ladigan mahsulot bo'lib turibdi. Endi aytsangiz mumkin, shu blender qo'shildi, boshqa sovg'alar yo'qmi deyishingiz mumkin. Sovg'alarni zo'ri bo'lib yotibdi. O'sha avtomat kir mashinalarimizdan boshlaymiz hozir. Ham aksiyada nima deydi, narx-navomizni arzonlatgan holatda, narx-navoga podarkini aloqasi bo'lmagan holatda chiroyli narxda ishlab beramiz sizlarga. Nima deydi, podarkalarimiz dim kutilmagan, super bo'ladi, kutib olasizlar. Bizlardan 6, 7, 8, 9 inverter modeldagi xohlagan turingizdan kir mashin xarid etib olasizlar. Narxlari endi arzonlarimiz 3 milliondan boshlanadi. Inverter modellarimiz 4 million, 4 million 200, 8 kiloliklarimiz 5 million 400, 5,5, 6 million 3 million so'mdan 7 million so'mgacha avtomat kir mashinlarimiz bor. Endi kimga nechiki kerak? Bu yerdan ko'rasizlar, yana firmalarni LG, Samsung, Artel, Shivaki, Ayva, Rosso, Zifler, Monix, Rolls, TCL istalgan brendingizni topishingiz mumkin. Qo'limizda kengacha topib beramiz, xudo xolasa. Birdan avtomat xarid etib olasizlar. Inverter modeldan qaysi turini olishingizda umuman farq yo'q. Zo'rindan bir dana gladiyoniy doska podarkasini qo'shib beriladi. Bir dana sushilkasi originalidan, shisha choynaki, demir termizi, og'ir dazmoli,
massaj aparatı, indi tashqarida durgan blenderimiz, shundan blender ham qo'shiladi. Bir dana kir solib qo'yadigan savatimiz, shvabra, tefal, kastrol nabor, xushtak chaynik, termoxod, zo'rindan fen, kukmara tapası, kukmara kazan, mant kazan, ajoyibindan pasuda qo'yadigan su shirki. Do'stlar, ustanovki dastavka xizmat ham bo'ladi. Omadli do'stga degan do'stkamiz bor. Bizani uzoq yaqindan, Mangitdan, Shomanay, Nukus taraf, Xorazm, Xanqa, Bog'ot, Shavot uzoq yaqindan keladigan yurtdoshlarimiz uchun aytilgan narsa bu. Omadli do'stkidan sovg'a olib, omadingizni sinab ko'rasiz. Bedan bir sovg'a olasiz. 1 inabeda durgan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dastavki 20 ustanovki 21 21 mart münasabati bilan 21 dana sovg'a avtomat kir mashinalamizga qo'shib beriladi. Bu sovg'alarimizni ko'rgan bo'lsanglar bir yozib olinglar, yo bir shu yerini screenshot etib qo'yinglar. Xuddi shu tartibda beriladi. Endi ko'pligidan adashib ketmanglar, boshqa do'konlarga bilan adashtirib qo'ymanglar degan ma'noda tushuntiryapman. Endi aksiyamizni yana zo'ri konditsionerlarda bo'ladi. Gullar qizidi, hozirni ko'chada quyosh bo'lib turibdi, 20 gradus uji haftani oxir boshlarına 30 gradusgacha boradi deb turibdi. Gullar qizishni boshladi. Ya'ni aytacakimiz konditsionerning nima deydi, savdosi boshlanyapti. Başlandı desek ham bo'ladi. Endi evjine chiqqan ya jonli ishsida hammani yodina tushib qoladi. Evjine chiqqan boshchi endi boshlanadi-da sezoni. Bir hatto 10 kunda qolib turibdi. Shuning uchun bu hozirda aytadigan aksiyam konditsioner sohasida endi to'g'risini aytadigan bo'lsak, yurtdoshlar bo'lmagan, bize qo'ymaganmiz bu aksiyadan. Menimcha men boshqa do'konlardan qo'yganlarni bilmayman. Endi 10% bor, 15% bor. Skikka etib berilgan yerlari bo'ladi. 30% ham ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Lekin bize aytacak aksiyamizni aniq bilaman. Ko'rmagansizlar. Ko'rmagan bo'lsanglar videomuza bir dana like basıp bir chiroyli kommentariy yozib qo'yasizlar shu yerda. Sizlar uchun, podpisчиклар uchun, kanalimiz obunachilar uchun, bizani xaridorlarimiz uchun qo'yilayotgan aksiya bo'ladi. Gullar qiziq ketmasdan buni arzon narxda olib qolinglar degan aksiya bo'ladi bu. Konditsionerlarimizni 12lik, 18lik, 24lik istalgan turini, kolonni variantlar ham giradi. Xohlagan turingizdan 50% aksiyasida xarid etib olishingiz mumkin do'stlar. Qanday bo'ladi aksiyamizda 50% aksiyamizda avval avtomat kir mashin bilan xolodilniklarimizni qo'ydik. Tartibi qanday bo'ladi? Konditsionerlarimiz o'rtacha narxi 5 million so'mdan boshlanadi. 7,5 million so'mgacha 12lik konditsionerlarimiz bor. 18liklarimiz 6,5 dan 9,5 gacha bor. Endi variantlari ko'p, xohlagan turingizni olaverasizlar. Misol uchun, yana 5 million so'mlik konditsioner yoki 6 million so'mlik desak, yine 6 million so'mlikni oladigan bo'lsanglar, 6 million so'mlik konditsionerda 3 million so'mi sizga 50% voucher sifatida beriladi. Bu degani bir konditsionerni 6 million so'mga xarid etib olasiz, kisangizda 3 million so'm pul bor. Bizning do'konimizdan istagan narsangizni xarid etib olishingiz mumkin bo'ladi. 3 million so'mlik tekinga. Shu bilan hisob kitob etsak, konditsionerimizning narxi 3 million so'mga tushib qoladi. Shivaki kompaniya e'tibor etamiz, 6 million so'm, 3 million so'm voucher beriladi. Sizga buni narxi 3 million so'm pulga tushib qoladi. Immer kompaniyaniki bor, arzon modeli. Ziflerniki bor. Tak, Magna firmamizniki bor. Qimmat firmadan DC inverterli bo'ladi. Narxi 5 million 800 ming so'm edi. Hozirda 50% aksiyasida 2 million 900 ming so'mga tushib qoladi. 2 million 900 ming so'mga borib turib bir dana gaz plitani yoki televizorni originalini xarid etishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan konditsionerimizning narxi 2 million 900 ming so'mga tushib qoladi. 18lik konditsionerning endi har xil narxdalari bor. O'zimiz ham aytib turibmiz. 5,5 million so'mdan boshlanadi 12liklarimiz, 9,5 million so'mgacha bor. Lekin ko'pchilik 9,5 million so'mlikni olishina qurbi yetmaydi. Ya nima deydi, ko'proq rasxod etasi kelmaydi. Arzon narsa olasi keladi. Bizda endi bu narsani qimmatroq narsa olgan taqdirda uttirmaydilar. Ne uchun? Aytacakimiz 5,5 emas, 9 million so'mlikni xarid etib oldingiz. Sizda 4,5 million so'm pul bor degani.
4,5 milyon so'mga uydagilara bir dana avtomat kir mashin kerak bo'ladi. Zo'rindan avtomat kir mashin xarid etib olsanglar bo'ladi. 3,5 millionlik avtomat olib 1 million so'mdan pilisos olsanglar ham bo'ladi. Endi bu o'zingizni xohishingiz bo'ladi. Aytacakimiz 9 million so'mlik konditsioner sizlarga 4 million 500 ming so'm narxga tushib qoladi. 50% aksiyamiz hamma konditsionerlarimizga amal etadi. Undan tashqari ustanovka dastavka xizmatlari ham bo'ladi. 10 kun muddat foydalanib qolinglar. Yoz kelishi bilan endi kunlar yana qizgan sayi konditsionerlarimizda aksiyalar yo'qolib, kamayib boraveradi. Endi sezonniy narsamiz xolodilniklar bo'ladi. Xolodilniklar ham kichkinalardan boshlasak, mana xolodilniklarimizni har xil firmalari bor. Ferri, Sevintage, Valna, Premier, Immer turlari ko'p. Istalgan modelni olishingiz mumkin. Narxi 5 million so'mgacha bo'lgan xolodilnik xarid etib olasizlar bizdan. Bir dana zo'rindan endi ro'za Ramazon oyimizda hozir iftorlikka turgan vaqtida saharlikda deyishim, ish qilib iftorlikda ham saharlikda ham olmoq kerak bo'ladi. Zo'rindan qaysiz firmadan sensor upravleniyada ishlaydi, mikronovka bir dana xolodilnikimizga sovg'asini qo'shib beriladi. 3 millionlikni olasizlarmi, 3,5 millionlikni olasizlarmi, 4 million so'mlikni olasizlarmi, bir dana mikronovkasi tekinga yanında qo'shiladi. Tashqaridan bir dana blenderimizni ham olib ketasiz. Omadli do'stkidan ham sovg'amni olasiz. Yo'q, men kattaroq xolodilnik olacakman. Menga bo'yi katta, baland katta xolodilnik kerak desangiz, xolodilniklarimiz yana Premier, Pozis, Sevintage, Immer, Brando, Beston, Valna, Hisense xolodilnikimizda assortiment juda katta. Bemalol kelaverasizlar. 5 million so'mdan baland bo'lgan xolodilnik xarid etib olasizlar. Yanında omadli do'stkidan sovg'asi, tashqaridan bayram uchun 21-mart uchun qo'yilgan blenderi, bundan tashqari mikrovolnovkasi, bundan tashqari endi bu plus bo'ladi. Yangi aytganimizda bir dana zo'rindan ajoyibindan pol avtomat kir yuvish mashinasidan qo'shib beriladi. Bu ham 7,5 kilolik inverter motorli past tokda ishlaydigan eng zo'r super variantimiz. Bir dana xolodilnikingizda shu ko'rib turgan narsalaringiz hammasi qo'shib beriladi. Endi televizorlardan aksiyalarimiz bor. Televizorning aksiyalari dum zo'r bomba aksiya bo'ladi. Do'stlar, hali bo'lmagan dedi-ku. Televizor sohasidan hali bo'lmagan, hozir konditsionerda aytib o'tganimizdek, televizorlarimiz yana bir xil fonda yonib turibdi. Endi avvalchi bo'ladi. Avval ko'p odam 1.10lik alasi, nima deydi, 50lik alasi keladi. 50lik televizor xaritasi keladi, 1.30lik, lekin pul kamroq 43 ga o'tib ketadi. Yoki 65lik olacak bo'ladi, 55 ga o'tib ketadi. Sifatlisi qimmat, sifatsizi arzon. Endi bu narsaga ham chek qo'yiladi. Televizorlarni ishida ko'rib turgan hamma modelini 65, 55, 50, 43, ya'ni 82lik, 1.10lik, 1.30lik, 1.40lik, 1.65lik hamma televizorlarimizda 50% aksiya do'stlar. Hammasına bir tek amal etadi. Bu super aksiyamiz, bu konditsionerimizda aytganimizdek 10 kun amal etadigan bo'ladi. Bu yerda faqat foydalanish kerak bo'ladi. Endi qanday bo'ladi tartibi? Kichkina televizorda bo'lik. Kichkina televizor. Eng arzonimiz endi 1 million smart televizor bo'lsa 1 million 400 ming so'm turadi. Eng qimmatimiz 2 million 200 ming so'm. Endi ko'pchilik arzonni oladi, 1,5 million so'mlikni oladi. Endi bizda unday narsaga hojat yo'q. Odamlar yaxshi narsa olsin, sifatli narsa olsin. Bizning klientimiz, podpischilarimiz nima deydi? Yaxshisina loyiq. Shu maqsadda bu yerda masalan 2 million 200 ming so'mlik televizorimiz bo'ladigan bo'lsa, 50%ında 1 million 100 ming so'm aylanib qoladi do'stlar. Qolgan 1 million 100 ming so'm ham libo bir narsa xarid etib olasizlar. Shu bilan televizorimiz sizga 1 million 100 ming so'm aylanib qoladi. Endi arzon televizorimiz 43 diagonal televizorimiz 2,5 million so'm. 43likni qimmati necha so'm? 3 million 800 ming so'm. 3 million 802 sizlere 50%'da 1 million 900 ming so'm aylanib qoladi. 1 million 900 ming so'mlik, masalan, endi 1 million 900lik narsa olishingiz shart emas. Kir mashin olacaksizlar, LG kompaniyadan yine masalan 6 kilolik 4 million 800 ming so'm. Sizda 1 million 900 ming so'm pul bor. Ayırt taşıyımız endi 1 million 900 kalam. Ya 1 million 900 ming so'm qoladi. Kir mashinimizda 2 senglar bo'laveradi. Yoki gaz plita sanglar ham bo'ladi. Necha senglar ham kisangizda shu narsani xarid etib olgan pulingizni yarimi bergi kisangizda turgan bo'ladi. 100% do'konimizning ichidagi hamma narsaga amal etadi. Garib xarid etishingiz mumkin bo'ladi. Gaz plita
Gaz plitalarni ham yurtdoshlar sizlar uchun, ayollarimiz uchun endi osonroq ishlatadigan baribir. O'ylagan holatda sifatli, bir-biridan zo'r variantlarni ekkab ko'pmiz yana Odul, Elite, Platinum, Ferri, Ideal, Avantgard har xil modellari bor. Istalgan modeldan xarid etib olaverasizlar. Narxlar ham arzon 2 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Endi 4 million so'mgacha 60lik deb aytiladi. 60lik gaz plitalarimiz bo'laveradi. Kimga necha kerak bo'lsa, saylab olishlari, o'zina kerakini olishlari mumkin. Shu bayram munosabati bilan Ramazon oyimizda duo qilib o'tirishlari uchun ajoyibinda 3 tasi birda degan nima deydi, salfetkasi bor, qo'lqopi bor, choynik ushidoni komplekti bir. Ajoyibindan kuk marasidan shunday steyklarni pishirib yeyish uchun kuk marasidan skоворodka tapasi 2. Zo'rindan Vikalina firmadan Golden Touch degan originalinden choynik. Ne uchun original deb turibman? 70, 80, 100 ming so'mlik tapa hammada qilib ketgan. Lekin 300 ming choynik ko'payib ketgan, 100 ming so'mlik. Lekin 300 ming so'mlik choynik yo'q. Bu haqiqiy toza energiyaga, toza disk deb aytiladi. Haqiqiy originalini faqat bizning klientlarimiz loyiq. 3 tane bo'ldimi? Bu endi pichoq nabor desak, bir oddiy narsa bo'lib qoladi. Pichoq nabor emas, kuxonniy komplektli nabor. Buni ichida kepkiri, cho'mishi, ishqilib nodir kartoshka oladoni, hamma narsasi bo'ladi komplekt. Kepki cho'mish nabor. Bundan tashqari endi doskalari bo'ladi. Go'sht taxtacha deymizmi? Go'sht taxtachalari. Bundan tashqari komplekt nabor pichoqi. Zo'rindan. Açalım, nima deydi bu? Açalım. Açalım. Bu pichoq nabori. Ish qilib kallangizni artib o'tirmang. Ishida ko'rib turgan komplekt posuda komplekt nabori, qushtak choyniki, kukmara tapasi, yana bu nima deydi, ayollarimiz uchun qo'yilgan addiniy sovg'asi, tashqaridan bir dana blenderi, omadli doskidan sovg'asi, hammasi bir dana gaz plitasiga qo'shib beriladi. Bu bizning podpischilarimiz uchun, bizning xaridorlarimiz, obunachilarimiz uchun amaliyotdan aksiya do'stlar. Shu o'rinda bir like'larni bosasizdan kanalımıza abone bo'lmaganlar abone bo'lib qo'yasizlar. Sababi bunday yangiliklar hamma ham bo'lmaydi. Diller 300 kanalimizni o'zida bo'lib o'tadi. Bemalol kelib turib 2,5 million so'm gaz plita olib, endi summasini aytib o'tirmayman. Shu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dana sovg'ani egasi bo'lasizlar. Televizorlarimizni tushuntirdik, avtomatlarimizni tushuntirdik. Endi maishiy texnika deganimizda duxovka, mikronovka, plisoslar ham giradi. Bir dana plisos olsangiz ham 1 million so'm yine duxovka xarid etib olsanglar ham bir dana 400 ming so'mlik blenderimiz beriladi. Omadli do'stimizdan ham bir dana sovg'a beriladi. Omadli do'stimizda yurtdoshlar summasi 150 ming so'mdan 3 million so'mgacha sovg'a qo'yilgan. 3 million so'mlik voucher ham bor. Bu degani 1 million so'm plisos olib turib 3 million so'mlik sovg'ani egasi bo'lishingiz mumkin. Yoki 200 ming so'mlik narsa chiqqan vaqtida sizga hech qachon o'ttirmaysizlar. Hamma sovg'angizni, hamma xaridingizni ishlab bo'lgandan keyin oxirinda qo'yilgan addiniy aksiyasi bo'ladi. Do'stlar, o'tgan safar kommentariya showimizda podarkalarni qo'ydik. Kommentariy yozgan yurtdoshlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Sababi ancha kommentariya bo'lgan, chiroyli yaxshi gaplarni yozgan ekanlar. Shu kommentariy yozgan yurtdoshlarimizga 5 dana sovg'a qo'ydik. Massaj aparat, nabor pichoq, 2 dana, bir emas, 2 dana. Undan tashqari ajoyibindan fen, shuabramiz jami 5 dana sovg'a qo'yilgan ekan. Endi shularni g'oliblarni aniqlab o'tamiz. Mindatik, kichkina katta deb o'tirmaylik, bir katta, bir kichkina narsadan aniqlab o'tsak. Demak, haqqoniy bo'lsindan shu. Yana 5 dana sovg'a bir chetdan aniqlaymiz. Birinchi pichoq naborimiz ketadi, ikkinchi massaj aparatimiz. O'tgan safargi videomuz 8-mart aksiyasida bo'lib o'tadi. Bundan 12 kun burun chiqqan ekan. Yine görüşleriniz mümkün. 50% aksiya davom etadi degan 500 ta tekinga sovg'a degan aksiyamizda. Kommentariya gap bo'lishi mumkin emas. 4300
dana insan yazgan ekanlar. Eng başından başlayımız. Neçe benden çıktı. Ne? Eng başlayımız. Bilesizlar, tasodifiy o'tkazish yo'li bilan aniqlaymiz. Bir akkaunt egasi 2 marta o'tmaydi. Yani başladık. Yakırak tutsam. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Başındagilardan o'tishi gerek. Eng yuqori, buni yo'qolib ketdi. Kamron Farhodov. Tabriklaymiz yurtdoshimizga Kamron Farhodov. Ajoyibidan pichoq, kapki ucho'mish, doskasi, ishqil kuxinniy komplekt nabor g'olib bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Keyingi yurtdoshimiz Gegendan davom etamiz. Massaj apparat bo'ladi. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Mahliya. Yine ayollarımızdan çıkıp başladı. Zorundan Mahliya deyen yurttaşımız masaj aparat g'olibi bo'ldilar. Tabriklaymiz. Yana kelgan yerinden devam etamiz. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Yellikkala 22. Tabriklaymiz. Yellikkala 22 yurttaşımız ham zorundan kuxinniy pasuda komplekt nabor, pichoq nabordan g'olibi bo'ldilar. Kelgan yerinden devam etamiz. Şimdi past rakam tushamiz. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Kamron Farhodov degan yurtdoshimiz 100dan ortiq kommentariy yozgan ekanlar, lekin hozir navodir pichoq nabormi? O'tadilar. Endi bu narsamizda ishtirok etmaydilar. Keyingisini o'tamiz. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Nechalik ko'p yozsangiz, o'tish imkoniyatingiz shunchalik ko'payib boradi. Niqobli shaxs degan yurtdoshimiz shu ajoyibidan Ion firmadan fenimiz g'olibi bo'ldilar. Endi bosh sovrin Shvabra apparatimiz. Oxirgisi Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Eng yuqori shu Schumacher degan yurtdoshimizdan tabriklaymiz. Shvabra o'tib oldilar. Shvabra o'tib oldilar. Tabriklaymiz. Hozir endi bahor oyi, vitaminlar kamayib ketadigan vaqti, immunitet pasayadigan vaqti odamlarda. Shunday vaqtida mevalarni sharbatini chiqarib, so'qlarni ishlab, bunda ajoyib g'oz, kishmish, bolni qo'shib neler ham tayyorlasa bo'ladidan ajoyib vajlani. Vitaminli narsalardan. Shu videomizga bir like'ni bosasiz, podpiska bo'lmaganlar podpisatsiyani bosib qo'yasiz, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar yanında. Chiroyli kommentariy yozasiz. Bir dana yozasizmi, 10 dana yozasizmi ixtiyoringiz. Bir dana yozsangiz ham nodida ina ko'rib tursiz, g'olibimiz bo'lishingiz mumkin. Endi 10 dana, 100 dana yozsangiz, o'tish imkoniyatingiz yana ko'payadi. Hozir ko'rib tursizlar. Bir akkaunt 2 marta chiqib turibdi. Uni imkoniyati o'ta katta degani. Shu blender apparatimizdan zo'rindan yaxshisidan 1 emas, 2 emas, 3 tanasini shu safargi videomizda kommentariy showimiz uchun qo'ydik. Bemalol kommentariy yozinglar, keyingi videomizda aniqlaymiz. 3 tane blenderimiz egasini kutadi. Hammangizga katta rahmat.